Ayollarning moto, velosiped minishi va mashina haydashi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustoz. Shariatimiz musulmon ayollarning moto minishiga nima deydi? Ya'ni ikki chaqliq toksiklet va motosiklet degandeklarga. Hozir diyorimizda lichaklik va jumballik hamshirlarimiz mushundaq tipdagi motolarni miniyotadi. Ammo men ustozimdan so'rganimda qat'iy bo'lmaydi degan va egarga minguchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin degan hadisni o'qib bergan edi. Hamda fitnaning oldini olish uchun hozir islom davlatlarida musulmon ayollarning xoli yerlarda nomahram erlar bilan aralashib qolishining oldini olish uchun mashina haydashni cheklash to'g'risida fatvolar o'ttirg'a chiqdi degandek tushunchalarni bergan edi. Ammo ba'zi ustozlar bo'ladi deydi. Bu masalaga zada qanday hukmlar bor? Dalilichi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Hanafi mazhab olimlari ayol kishi ehtiyoj bo'lmasa, egarlik narsaga minsa bo'lmaydi deb qaragan. Imom Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayh musulmon ayol egarga minmaydi degan. Bu so'zni sharih mundoq sharhlagan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning egarlarga mingan ayollarga la'nat qilgan degan hadisiga asosandir. Hamda bu yerda tomosha qilib minsa yoki yasinib o'zini ko'rsatish uchun minsa shundoq demoqchi. Ammo o'z ehtiyoji uchun minsa, masalan, jihodga qatnashadigan ayol bo'lsa yoki eri bilan birga hajga chiqqan ayol bo'lsa, boshqalardan fardilanib turib minsa hech gap bo'lmaydi. Durrul Muhtarda mundoq kelgan. Hadis bo'lg'achqa musulmon ayol egarga minsa bo'lmaydi. Bu tomosha uchun bo'lsa shundoq. Ammo g'azat yoki haj yoki qilmasa bo'lmaydigan biror dunyoviy ish uchun bo'lsa mayli. Buni sharhlagan Ibn Abidin mundoq degan. Biroq bu hadisning asli yo'qligi naql qilingan. Bo'lmasa ma'nosi sahih holatda kelgandir. Masalan, Sahihul Buxoriy va boshqa kitoblarda kelgan hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollarga o'xshab olgan erlar bilan erlarga o'xshab olgan ayollar la'nat qilgan va boshqa hadislar. Bular tayangan dalilning biri Alloh taolo egarga mingan ayollarga la'nat qilgan degan hadis bo'lib, ammo tekshirsak Imom Ibn Abidin yuqorida naql qilgandek muhaddislarning nazarida bu hadisning asli yo'q. Demak, yuqorqi olimlar mazkur asli yo'q hadis bilan erlarga o'xshab olish jihatdan behuda tomoshaga minishni cheklagan. Yo'gangan holda ehtiyoj uchun minishni cheklamagan. Birinchi dalilning asli yo'q. Ikkinchi dalil bo'lgan o'xshab olishga kelsak, hozir ayollar erlarga o'xshab olish uchun emas, ehtiyoji uchun minsa, bu cheklanmaslik kerak. Demak, bu vaqtda egarga minishning o'zini cheklagan sahih bir hadis yo'q. Aksicha, minish to'g'risida sahih hadislar bor. Masalan, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundoq degan: "Tuga minadigan ayollarning eng yaxshisi Quraysh ayollarining solihlaridir. Ular kichik bolasiga eng kuyimchan, erning mol-mulkini bak asraydiganlardir. Lekin ba'zi olimlar burun ayollar kajbuga minatdi. Erlarga o'xshash egarga minmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, tuvandagi hadis buningga radiya berdi. Urva rivoyat qiladi-ki, Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizi Asma radhiyallohu anha mundoq degan: "Zubayr menga uylanganda bir suv to'shiydigan tugi bilan bir etidan boshqa uning ya mol uloqlari, ya biror quli, ya hech narsa yo'q edi. Men uning etiga yem berib suv to'shaydim. Suvchilikni yamab xamir yo'g'ratdim. Lekin non yaqishni qamlashtirib olmaydim. Shunga nonlarimni ansar qo'shnilarim yaqib beradi. Ular samimiy rastchil ayollar edi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zubayrga bo'lib bergan yerdan xurmo o'roqlarini beshimda ko'tarib to'shaydim. Bu yerning orliqi 3 dan 2 farsaq keladi. Bir kuni xurmo o'roqlarini beshimda ko'tarib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uchrab qoldim. Rasululloh bilan bir necha ansarlar bor edi. Rasululloh meni chaqirib, meni keyniga mindirib olmoqchi bo'lib, tugisini deb cho'ktirib edi. Men er kishilar bilan birga mengishdan hayo qildim. Ham Zubayrning kullamchi ekanligini esladim. U kishilarning eng kullamchisi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni hayo qilib qolganligimni bilib yurib ketdi. Keyin men Zubayrning yoniga kelib, beshimda xurmo o'roqlarini ko'tarib kelyapsam, Rasululloh bir necha sahobalar bilan uchrab qolib, meni minib olsin deb tugisini cho'ktirgan edi. Rasulullohdan hayo qildim. Ham sizning kunlashlarini bilgachga minmadim desam, u Alloh bilan qasamki, sizning o'roqni ko'tarishingiz men uchun aytganda albatta Rasululloh bilan birga minganingizdan og'irroq keladi dedi. Asma radhiyallohu anha dedi: "Taki atam Abu Bakr menga etimni beqib berdigan bir xizmatkor avatib berib, meni ozod qilayotgandek qilib qo'ygan qadar kunlar shundoq o'tdi."
Bu hadisda egarlik yoki egarsiz tugiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyin ochisi Asma radhiyallohu anhani mindirib olmoqchi bo'lgan. Bu chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tugisida kajvi yo'q edi. Atrofida ansarlar bor edi. Bu yerda cheklanadigan ish faqatla avratni echish va badanni izhor qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda shundoq ayollar borki, kiyim kiygan bilan yanli yalang'och, erlarga moyil zinnatlarni ko'rsatish orqali erlarni o'zlariga jalb qiladi. Boshlari xuddi tugining lokusiga o'xshaydi. Bundaq ayollar jannatga kirmaydi. Puruqini puriyolmaydi. Halbuki jannatning puruqi nihoyat uzoq yerlargacha boradi degan. Aslida egarga minishda er bilan ayol o'xshash, lekin ayollar erlarni do'rab erlarga o'xshab olish uchun egarga mingan bo'lsa, bu harom bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga o'xshab olgan erlar bilan erlarga o'xshab olgan ayollar la'nat qilgan. Musulmon ayol tomosha qilish uchun yoki o'zini ko'rsatish uchun velosiped yoki motosiklet minsa bo'lmaydi. Chunki egarga minganda ayollarning badani ko'zga chaliqadigan holatda ko'rinib qoladi. Kalta kiyim yoki yarim yalang'och tar kiyimlar bilan minsa harom bo'ladi. Hozir velosiped, moto deganlarning ko'p qismi asosan shunda holatda minadi. Hamda moto yoki velosiped mingan chog'da keng kiyimlarni kiygan ahvoldami, yo shamol urganda, yo o'ltirganda yoki harakat qilganda badanining bir qismi echilib qolish yoki badanning egiz-past joylari ma'lum bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Yot erlar oldida bunday ahvol ko'rilsa bo'lmaydi. Bu sababdan zarur ehtiyoj bo'lmasa ruxsat qilinmasligi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Asma radhiyallohu anhani mindirib olishga taklif qilishimi ehtiyoj uchun bo'lgan. Dastlabki davr ayollarimi zarur bo'lgan ahvollarda uloqlarga mingan. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha rivoyat qiladi-ki, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qubaga borsa, Milhanning qizi Ummu Haramning Rasulullohning hammasi yeniga kirib turadi. Ummu Haram Ubada ibn Samitning qo'lida edi. Rasululloh bir kuni uning yeniga kirdi. U odati bo'yicha Rasulullohga tamoq etib berdi. Tamoqdan keyin Rasululloh uxlab qoldi. Ondan kulib uyg'ondi. Ummu Haram deydi: "Men nimaga kulurlar ya Rasululloh?" dedim. Rasululloh: "Dengizning qoq o'ttirlarida Alloh yo'lida g'azat qilayotgan bir muncha ummatlarim menga ko'rsatildi. Ular xuddi taxtlardagi shahlardek o'ltiribdi" dedi. Men: "Ya Rasululloh, Allohga duo qilsizlar. Allah menimi ularning qatoridan qilib qo'ysin" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildi. Ondan yana beshini qo'yib uxlab qoldi. Ondan kulib uyg'ondi. Men yana nimaga kulurlar ya Rasululloh dedim. Rasululloh: "Mening ummatimdan bir muncha kishilar g'azat qilayotgan holatda tushimga kirdi" deb burunqidek bayon qilib edi. Men: "Ya Rasululloh, Allohga duo qilsizlar. Alloh meni ularning jumlasidan qilib qo'ysin" dedim. Rasululloh: "Siz avvalqilarning jumlasidan" dedi. Keyin Ummu Haram Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhuning zamonida dengizga jihad qilish uchun chiqib, dengizdan sahilga chiqqanda etidan yiqilib ketib vafot bo'ldi. Demak, zarur ishiga yoki o'qishga yoki tuqqanlarni ziyorat qilib sil rahim qilishga, umuman zarur bo'lgan ishlarga to'liq kiyinib, badanini keng kiyimlar bilan yo'gab, velosiped, moto minsa bo'ladi. Buningda dinimizda bir cheklama yo'q. Hamda bu yerda bundaq deyishmi mumkin. Agar velosiped yoki moto minmagan ahvolda ayol kishi bormoqchi bo'lgan yeriga qanday qatnash quroli bilan boradi? Yot er haydigan taksi bilanmi yoki qistan bo'lib ketadigan avtobus bilanmi? Qaysi yengilroq? Buni har bir shaxsning sharoiti belgilaydi. Bundaq ahvollarda islom shariati ko'zlagan maqsadlarga eng yaqin bo'lganini qilish lozim. Mashina haydash masalasida moto yoki velosiped mingandek badan ahvoli ko'zga chaliqmaydi. Mashina haydashmi aslida mubah ish. Saudiya Arabiston olimlarining ko'p qismi ayollarning mashina haydashini cheklagan. Bularning cheklashi tuvandagi ikki qoidaga tayangan. Birinchi, haromga ilib boradigan narsa harom. Ayollarning mashina haydashi haromga ilib boradi. Ikkinchi, buzuqchilikning oldini olish, foyda manfaat qo'lga keltirishdan muhim o'rinda turadi. Demak, bular ayollarning mashina haydashining o'zini harom demaydi. Uningdan kelib chiqadigan oqibatdan saqlanish uchun harom deydi. Lekin bu fatvo Saudiya Arabiston sharoitiga qarab berilgan bo'lib, bu shu joyning sharoitiga munosib bo'lishi mumkin. Boshqa yurtlarga munosib emas. Bundaq bo'lishda Saudiya Arabistonda ayollar boshqa diyorlardagidek yolg'iz ko'chalarga, bozorlarga xotirjam chiqolmaydi. Agar yolg'iz sirtqa chiqib qolsa, ziyonkashlikka uchrashi ehtimoli cho'ng. Yolg'iz taksiga o'ltirolmaydi. Agar o'ltirib qolsa, elib qochadi. Buni Saudiya Arabistonga berib turib baqqanlar obdan biladi. Bu sababdan boshqa xotirjam diyorlardagi olimlar ayollarning mashina haydashini cheklamagan. Undaq bo'lgan ekan, u joyning sharoitiga qarab berilgan fatvo boshqa diyorlar sharoitiga munosib kelmaydi. Uning ustiga Saudiya Arabiston qonuni ayollarning mashina haydashini cheklaydi. Demak,
u yerda cheklash mashina haydashning o'zining shariatda cheklanganlikdan emas, balki ashu jamiyatdagi benormal ahvoldan kelib chiqqan. Bu benormal ahvolga qarata berilgan benormal fatvo sababidan u yerdagi ba'zi erlar qiz ayollarini yot nomahram ishlamchi shofer bilan birga mashinaga solib qo'ydi. Buningdan texmi ig'ir oqibatlar kelib chiqadi. Bu yerda ta'kidlaydiganim ayollarga qarata ishonch bo'lishi zarur. Ishonch yo'qolgan taqdirda uni mashina haydashdan to'sib olsa-mu, Alloh ko'ngliga insof va sharmiy hayo ato qilmasa, har turli cheklamalar bilan ularni yomon ishlarni qilishdan to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Xulosa: ayollar to'liq kiyingan ahvolda zarur ehtiyojlar uchun yuqorida qatnash vositalarini minsa, haydasi bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 195 numberlik fatvo.